Assalomu alaykum kanal muxlislari, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga Chorsuning bozor xonimini tayyorlab ko'rsatib beraman. Marhamat, tomosha qiling. Demak, birinchi bo'lib xamir tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga 400 ml suv, 1 osh qoshiq tuz kerak bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Tog'orachaga 650-680 gram atrofida unni elib olamiz. Suvni sekin-asta quyib, xamir qorishni boshlaymiz. Tayyor xamirga mushlab, yaxshilab ishlov beramiz. Xamirni dumaloqlab, o'rab, birpas tindirib qo'yamiz. Tingan xamirni yana 2 bo'lakka bo'lamiz. Ikkita zuvala qilib olamiz, chunki xamirimiz bo'lagi katta. Dumaloq shakl berib turib, buni ham yana birpas o'rab tindirib qo'yamiz. Bu paytda biza kartoshkalarni pare-pare qilib to'g'rab, yana uzunasiga ingichka qilib to'g'rab olamiz. Demak, men 5 ta yirik kartoshka hamda 2 ta piyoz yuvib tayyorlab qo'yganman. Kartoshkalarni to'g'rab suvga solib qo'yamiz. Mana endi piyozni mayda yupqa qilib to'g'rab olamiz. Suvda turgan to'g'ralgan kartoshkalarni suvdan yaxshilab silqitib, siqib olib, boshqa idishga solib olamiz. Kartoshkalar birpas turib turadi. Hozir esa birinchi zuvalani olib yoyishga o'tamiz. Avval qo'limizda ochib olamiz, yaxshilab ishlov berib, dumaloq shakl berib, keyin juva yordamida xamirni yupqa qilib yoyamiz. Yoyishdan oldin yaxshilab unlab olamiz. Boshida ko'proq un beramiz, keyin o'zi sekin-sekin yupqa yoyilaveradi. Oxirida un bermaymiz. Xamirni yupqa qilib yoyganimizdan keyin o'qlovga o'rab turib, xamirni taxlab olamiz. Xuddi mantiga o'xshab tayyorlaymiz. Xamirni hozir bo'laklarga bo'lib olamiz. Demak, xamirni kesganda 17-18 santimetrdan o'lchab turib kesamiz. Mana hozir endi xamir lentalarini yana yoyib olamiz. Buni ham xuddi shunaqa, hozir necha santimetr kesgan bo'lsanglar, masalan 17 santimetr kesgan bo'lsanglar, bunisini ham xuddi shunaqa 17 santimetr o'lchab turib, hammasini bir xil qilib kesib olasizlar. Demak, xamirlarni kesib oldik. Endi birpas ustini yopib qo'yib turamiz. Bu paytda biz kartoshka, piyozlarni tayyorlab olamiz. Demak, kartoshkani ustidan mayda to'g'ralgan piyozni solamiz. Ozgina ta'bga ko'ra qora murch solamiz, ya'ni sepamiz. Ta'bga ko'ra tuz sepamiz va yarim piyola yog' yoki yarim cho'mich yog' solamiz. Albatta hidi yo'q, dog' bo'lgan yog' bo'lishi kerak. Mana endi piyozni yaxshilab birinchi mijig'lab olamiz, keyin kartoshka bilan birgalikda hammasini aralashtiramiz. Bu ko'p vaqtinglarni olmaydi, tez tayyor bo'ladi. Mana kartoshkali qiymamiz ham yoki nachinka deymizmi, tayyor bo'ldi. Endi xamirlarni bir dona qilib mana stolga yoyib olamiz va kartoshkali qiymamizni solamiz. Tugayotganda o'zimizni oddiy mantiga o'xshab tugamiz, lekin bu mantidagi kichkinaroq bo'lmaydi, mantidan ancha kattaroq bo'ladi.
Bitta zuvaladan mana shu xonimdan 22 dona chiqdi-manda, demak ikkita zuvaladan 44 ta. Ekranda ko'rib turganimizdek tugib olamiz. Demak, hammasini tugib, keyingi zuvalani ham yoyib tugib bo'lgandan keyin qasqon listiga terib chiqamiz. Qasqon listini yaxshilab yog'lab olamiz. Yog'lab olganimizdan keyin qasqon listiga xonimlarni bir qator terib chiqamiz. Ko'rib turibsizlar, mana qasqonim katta, listi kattaligidan ham bilish mumkin. Shunda ham mana xonimlarimiz yirikroq bo'lgani uchun 5 ta ketdi. Endi ustini yog'lab olamiz, chunki ustidan yana bir qator terib chiqamiz. Keyingi xonimlarni tegini yog'laymiz. Mana keyin ikkinchi qator qilib terib chiqamiz. Yog'layotganimizda yaxshilab yog'laymiz, chunki pishgandan keyin olishinglar o'zingizga oson bo'ladi. Keyingi listni olib, xuddi shu tarzda bajaramiz. Men tayyorlayotgan porsiya bu katta oilalar uchun. O'zingizlar ko'rdinglar, 2 zuvala xamir tayyorladim. 2 zuvala xamirdan necha dona chiqishini ham sizlarga aytib o'tdim. Bu juda ham ko'p bo'ladi, bir tog'ora chiqadi. O'shaning uchun o'zingizlarning oilangizga moslashib turib tayyorlashinglar kerak. Mana endi listlarga terib chiqdik. Endi qasqonga joylab qaynab turgan suvga qo'yamiz. 30-35 minut atrofida pishirib olamiz. Hozir sizlarga ustidagi sardagini tayyorlashni ko'rsatib beraman. Demak, tovaga yog' solamiz. Men ishlatayotgan cho'mich ancha katta, shuning uchun to'la-to'lamas qilib soldim. Mayda to'ralgan piyoz solamiz. Men 2 ta piyozni mayda qilib to'radim. Demak, piyozni yaxshilab qovurib o'ldirib olamiz. 1 osh qoshiqda shakar solamiz. Piyozni qovurishni davom ettiramiz. Mana endi 1 osh qoshiq un solamiz. Yaxshilab aralashtirib qovuramiz. 150 gram tomat pastasi solamiz. Mana shu qo'limdagi idishda 150 gram tomat pastasi, hammasini solaman. Aralashtirib qovurib olamiz va endi mana shu hozirgi idishda 5 marta suv solamiz. Demak, 150 ml dan bo'lar ekan. Yoki bo'lmasa, o'zingizlar o'sha tayyorlayotgan sardega mana un solganinglardan keyin suvni solib, ko'rib, shunga qarab suv solasizlar. Hali suyuq quyuqligini ko'rib turib solasizlar. Men shu idishda 150 ml dan 5 marta soldim. Demak, sizlarga hozir quyuq suyuqligini ko'rsatib beraman. Mana qaynab chiqdi. Qaynab chiqqandan keyin 10 minut, 15 minut qaynatib qo'yamiz. Mana cho'michda sizlarga suyuq quyuqligini qay darajada ekanligini ko'rsatib beraman. Sardi tayyor bo'ldi. Olovni o'chiramiz. Bu yerda xonim ham pishib chiqdi. Tog'oraga klonka solamiz va pishgan xonimlarimizni terishni boshlaymiz. Demak, tog'orani tagiga sardi qo'yamiz va ustidan xonimlarni terib chiqamiz. Demak, endiga 3 ta xonim ketdi. Mana 3 ta xonimni qo'yib oldik, ustidan sardagidan qo'yamiz. Sardagini ko'proq yaxshilab quyishimiz kerak. Demak, keyingi qavatini taxlashni boshladik. Yana xonimlarni taxlab chiqamiz. Qaynoq xonimlarni qaynoq sardadan quyib olamiz. Mana shu tarzda tog'orani to'ldiramiz. Mana ko'rdinglarmi? Tog'ora to'la xonim bo'ldi. Bozorga olib chiqib sotsak ham bo'ladi. Demak, ustini yopib birpas o'rab qo'yamiz. Bu paytda biza piyoz to'rab, ko'kat bilan aralashtirib olamiz. Piyozni tayyorlab olganimizdan keyin tog'orani ochamiz. Bozor xonimi qaynoq tutunlari chiqib turibdi. Xuddi bozordagidek. Kelib qolinglar xonimga.
og'zinglarda mazasi qoladigan xonim bo'lgan. Xonimni dasturxonga tortib mazasini ko'ramiz. Xuddi bozordagidek qaynoq, yumshoq, judayam mazali. Albatta, sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Men sizlarga tayyorlab ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Shunday qilib, azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling.